Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Germaniyaning Hessen o'lkasida joylashgan bir ko'rishda odamni hayratga soluvchi Homberg shaharchasiga sayohat qilamiz. Bu yerda yurib, o'zingizni xuddi o'rta asrlardagi Fransiya ko'chalarida yurgandek his qilasiz. Binolarning me'morchiligi, gullarga burkangan balkonlar va sokinlik, go'yo vaqt bu yerda bir necha asr avval to'xtab qolgandek. Homberg shahri Germaniyaning mashhur ertaklar yo'li yo'nalishida joylashgan. Bu hududlar jahonga mashhur aka-uka Grimlarning vatani hisoblanadi. Ular aynan mana shu Hessen o'lkasida sayohat qilib, biz sevgan Zolushka, Oppog'oy va yana bulardan qaysilarini bilasiz va ularni yozib olishgan. Garchi ular boshqa shaharlarda tug'ilgan bo'lishsa-da, aynan Homberg kabi shaharchalar o'sha ertaklardagi sehrli muhitni bugungacha saqlab qolgan. Shaharning qoq markazida Marktplatz maydonida bir haykalga ko'zingiz tushadi. Bu Hessen tarixidagi eng muhim shaxslardan biri, saxovatli Landgraf Filip haykali. E'tibor bering, uning qo'lidagi kitobda qadimgi nemis tilida Xudoning kalomi abadiydir degan so'zlar bitilgan. Bu odam 1526-yilda aynan shu yerda muhim tarixiy islohotlarni boshlab bergan. Sizga Germaniyaning mana shunday yashirin marvaridlaridan biri Homberg shahri yoqdimi? Agar siz ham ertaklar olamiga tushib qolishni istasangiz, bu yerga albatta kelishingizni tavsiya qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni va fikringizni yozib qoldirib, like bosishni unutmang. Bir kun kelib o'zim ham aka-uka Grimlar aynan shu Hessen o'lkasida yurib yozgan ertaklari kelgan joyga o'zim ham kelib qolishni xayolimga ham keltirmagandim. Biz erim va qizim bilan bu ko'chalarni aylanib faqat vaqt mashinasida orqaga qaytgandek bo'ldik. Har bir toshda, har bir burchakda yashirin hikoya bordek.